Mana 20-avgustgacha bo'lgan 555 ming so'm mablag'imizni hozir mana shu mahallamizda va xonadonga topshirdik. Yodingizda bo'lsin, endigi mablag'larimiz, ehsonlarimiz 20-sentyabr kunigacha to'planadi va mana shu mahallamizdagi bir ehtiyojmand oilaga yoki boshiga musibat kelib qolgan yoki bir dardmand insonga topshiriladi. Xo'sh, saxovatli qo'llar loyihasining karta raqami 40 73 42 00 59 31 95 86 Turilbekov Rashid yoki bo'lmasa +99 893 323 0081 telefon raqamiga murojaat qilsangiz, mana shu saxovatli qo'llar loyihasiga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Rahmat. Assalomu alaykum mahalladoshlar, aka-uka, opa-singillar. 2026-yil 20-avgust Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini. Saxovatli qo'llar loyihasi. Xabaringiz bo'lsa, xo'sh, mana shu mahallamizda saxovatli qo'llar loyihasi tuzilgan. Bu loyihaning maqsadi mana shu mahallamizdan ehtiyojmand oilalarga yoki boshiga musibat kelib qolgan xonadonlarga imkoniyat qadar yordam berish. Mana 20-iyul kunidan 20-avgust kunigacha vaqt berilgan edi, muddat berilgan edi. Mana shu muddat davomida ichida saxovatli qo'llar loyihasiga 553 ming so'm mablag' to'plandi. Xo'sh, mana shu bugun 20-avgust kuni shu mablag'imizni shu mahallamizda yana bir xonadonga topshirsak. Ha, domla? Rahmat hammaga. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu saxovatli qo'llar loyihasiga o'z hissasini qo'shayotgan insonlardan. Endi borib topshirib kelaylik yig'ilgan mablag'ni. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qarindoshlar. Mana sizlarni saxovatli qo'llarga qilgan ehsonotlaringiz sababli mana bu mahallamizda ahvol kishilarga shu narsani ozgina ko'pni topshirib ketib ularga ularga baraka bersin, topganlarga baraka bersin. Allohim har qismlarni ihson qilsin boylardan. amin. Amin. Yurganiga, yurgizib yurganidan Alloh. Amin. Rahmat. Otin ko'pni yordam qilganlar. Amin. Shu mahallada bor Amin. Mana shunday qilib 20-avgustgacha to'plangan mablag'imizni mana shu mahallamizda yana bir xonadonga topshirdik. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Sog' bo'lingizlar. Mayli, kel.